Mana shunaqa patologlar moda bo'ldi deb o'rtoqlar. Qo'ydigan obyektimizga kelganmiz. Bu yoqda 5 ta sanuzilmidi Botir aka? 6 tamidi? 6 ta sanuzilni bitirganmiz. Hop, примерно 95% holatda bitib bo'ldi sanuzillarimiz. Fuga jarayonlari qoldi. Bu birinchisi, bu ikkinchisi, aniq o'ng'onli klinker formatda terilyapti. Like bosib qo'yasizlar. Endi tepaga chiqamiz. Tepaga chiqqaningizda o'ng qo'lda bitta katta общий sanuzil bu yerda jakuziga o'xshagan qo'l vanna turadigan bo'pti. Bu yerda podsetkalari bilan nishalar bo'pti. Ikkita chetida bu yerda installyatsiya. Mana esingizda bo'lsa savol qilib tashlaydim sizlarga nima uchun qilindi. Xo'p, bu bo'lsa 4-sanuzil, 4-sanuzil bo'lsa keyingi storiesdan boshlaymiz. Bundan oldingi storiesda 3 ta sanuzilni ko'rsatdik. Bu 4-si. Hozir kuzatib tursanglar, xudo xolasa keyingi sanuzillarni ham ko'rsatib beramiz. Qalay chiqdi dizayn o'rtoqlar? Elektriklar mana podsetkalarni qadab tashlashmoqda. Bu yerda spaneli sanuzil, bunaqa qiya sanuzil bo'lgan bo'pti. Joydan foydalanib, dushovoy zona qilgan, kattagina, kengina dushovoy sanuzil bo'lgan. Bu yerda rakvina, bu yerda installyatsiya. Endi bo'lsa oxirgi sanuzilni ko'rsatamiz. 6-sanuzilimiz bu yerda ham 87% holatda ishlab bitib qolgan. Bugun shu 95 ga olib borib qo'yamiz. Bu yerda ham dushovoy zonalari qo'ygan. Bitta ijodga layk bosib qo'yasizlar, saqallarga esinglardan chiqmasa, denli bitta urg'u berib qo'yish. Qarayman bunga. Shunaqa narsalar 2026 ga ko'payadi, xudo xolasa.